doimiy ravishda xavotirli fikrlar, yomonlik kutish, bezovtalik va asabiylik, yomon o'y-xayollar, yopishqoq fikrlar. Hozir nimadir yomon narsa bo'ladi. Qanaqadir muammo bo'ladi va bu muammodan men chiqolmayman. Hozir yaqinim bilan nimadir bo'lib qoladi. Hozir avariya bo'lib qolishi mumkin. Hozir o'lib qolishi mumkin. O'z his-tuyg'ulariga e'tibor bermaslik, atrofdagi hammani baxtli qilishga urinish, hammani qutqarish va haddan tashqari yuqori mas'uliyat hissi, perfeksionizm, ya'ni har bir hayotning sferasida ideal qilish, qaysidir ishni mukammal bajarish hissi, xatoliklarga yo'l qo'ymaslik, xato qilishdan qo'rqish, o'ziga nisbatan to'laqonli emaslik hissi. Ya'ni siz bilan nimadir noto'g'ri, yetarlicha emassiz va atrofdagilar sizni shunchalik sevishi mumkin emasdek his. Har doim sizni yaxshi ko'rishlari uchun, e'tirof qilishlari uchun siz nimadir qilishingiz kerak, harakat qilishingiz kerak. O'z his-tuyg'ularini bostirish, tushunmaslik, anglamaslik, boshqara olmaslik. Ota-onalarda juda ham ko'p uchraydi, farzandlariga nisbatan his-tuyg'ularini jilovlay olmasdan urish, kaltaklash, er-xotin munosabatlaridagi muammolar, o'zini tushunmaslik, boshqalarni tushunmaslik va norozilik hissi bilan yashash. Agar mana shu yuqoridagi muammolar sizda bo'lsa, bugungi videoni oxirigacha ko'ring va siz tushunib yetasiz, nima uchun bu psixologik muammolar sizda mavjud. Vahima xuruji yoki nevrozni turli tashvishli ko'rinishlari bor bemorlarimizning birinchi eng katta adashuvi shundaki, mani nevrozim birinchi marta deylik vahima xuruji boshlangan paytda paydo bo'ldi deb o'ylashadi. Lekin aslida nevroz yillar davomida sizda mavjud bo'lgan va rivojlanib borgan, shakllangan psixologik muammolarning natijasi. Ya'ni sizdagi ruhiy hissiy zo'riqish asab tizimingizni yaxshilab zo'riqtirib, uni charchatib qo'ydi. Tasavvur qiling, bola dunyoga keldi. Steril, toza ong bilan va unga avtoritet bo'lgan ota-ona, oiladagi boshqa uni tarbiyasida ishtirok etayotgan insonlar bolaga qanaqa munosabat qilishiga bog'liq ravishda unda hayotga nisbatan munosabat, birinchi navbatda o'ziga nisbatan munosabat shakllanadi. Agar bolaga o'ta yuqori talablar qo'yilgan bo'lsa va bola o'sha talablarga javob berganidagina sevilsa va qabul qilinsa, unda shunaqa xulq-atvor shakllanadi. U perfeksionizm bilan va o'ziga nisbatan yuqori talablar bilan katta bo'ladi. Bunaqa tarbiya topgan bola katta bo'lgan paytda o'ziga xato ish qilishga ruxsat beradi deb o'ylaysizmi? Bu u uchun katastrofa, halokat. Xato qilish mumkin emas. Nima uchun? Chunki uni ichidagi ichki bola qismi har doim eslatadi. Xato qilish xavfli. Chunki xato qilinsang, xuddiki mehr-muhabbatdan qolib ketasan. Xato qilsang, oying, adang seni sevmaydi. To'g'ri, bu ichki fikrlar, bu ichki hayotga bo'lgan munosabat anglanmaydi har doim katta inson tomonidan. Lekin insonni mana shu o'ziga nisbatan munosabati va insonlarga nisbatan munosabati uni qanaqa xatti-harakat qiladi, bu hayot yo'lidan qanaqa ketadi, bunga juda katta ta'sir qiladi, to'g'ridan-to'g'ri boshqaradi. Ya'ni 7 yoshgacha insonning asosiy ssenariysi, hayotiy ssenariysi shakllanadi va 7 yoshgacha bo'lgan davrimizda bizga qilingan munosabat va tarbiya bizni nevrotik xarakterimizni, xulq-atvorimizni ham shakllantirib beradi. Bo'ladi shunaqa vaziyatlar, qachonki bola xohlamayapti nimadir narsasini berish ikkinchisiga, lekin ota-ona uyaltiradi. Ber, qizg'anchiqlik qilma yoki bo'lmasam yo'q dema. Xo'p de, saxiy bo'l, yumshoq bo'l, mehribon bo'l, yig'lama, ko'z yoshingni ko'rsatma, chida, kuchli bo'l. Erkak kishi hamma muammolarni hal qilishi kerak. Ayol kishi oilani oyla qilishi keraklar bilan bunaqa munosabatni ko'rgan bola keyinchalik uyaladi, yo'q deyishga. Xohlamasa ham o'ziga qarshi chiqib, hamma vaziyatlarda xo'p deb ko'nadigan insonga aylanadi. Ko'pchilik tushunmaydi, nima uchun doimiy ravishda xavotir hissida yashayman? Nima uchun atrofimda hammasi yaxshi, hech kim meni urmayapti, so'kmayapti, quvlamayapti, nimaga doim xavotirdaman? Chunki sizning ruhiyatingiz shunaqa moslashgan, shunaqa yashashga moslashgan. Yoshligingizdan ota-onani qattiq baqirgan ovozlari, janjallar, oilada qaysidir bir oila a'zosida spirtli ichimliklarga ruju qo'yish, mastlik holatidagi turli qilingan ishlar, kutilmaganda bo'ladigan konfliktlar, ya'ni bolani eng asosiy ehtiyoji xavfsizlik hissi qondirilmadimi, demak uni psixikasi, ruhiyati doimiy xavotir va trevoga ichida yashashga o'rgandi va u boshqachasi qanaqa bo'lishini
bilmaydi. Xotirjam va halovatli yashash qanaqa bo'lishini, xotirjamlik his qilishni, o'ziga nisbatan ishonch his qilish qanaqa bo'lishini bilmaydi. Agar yoshligimizdan bizni faqatgina erishgan yutuqlarimiz uchun sevishsa va qabul qilishsa, biz katta bo'lgan hayotimizda o'zimizga o'ta yuqori talablar qo'yamiz, chunki xohlaymiz mehr muhabbat va e'tiborda yashashni. Va hozirgi zamonaviy hayotimizga ahamiyat bersangiz, juda ham ko'pchilik insonlarni asosiy hayot tarzi faqatgina tinmasdan harakat qilish, xuddi olmaxon g'ildirak ichida aylanayotganga o'xshab to'xtamasdan harakat qilish, tinimsiz marralarni zabt etib qanaqadir nuqtaga yetib kelish. Lekin odam yuguradi, erishadi qanaqadir yutuqlarga, lekin bilasizmi, g'oliblik hissi, zavq olish, o'zini erishgan yutuqlardan his qilmaydi. Nimaga? Chunki buni oxiri yo'q. Chunki to'xtashga o'ziga ruxsat bermaydi odam. To'xtash xavfli. To'xtadimi? Demak, u omadli emas, muvaffaqiyatli emas, yetarlicha o'smadi, yetarlicha rivojlanmadi. Uni miyasi shunaqa ishlaydi, faqatgina erishgan yutuqlarim uchun qadrliman, yutuqlarga erishmadimmi, to'xtab qoldimmi, demak bu xavfli. Demak, endi men qabul qilinmayman insonlar tomonidan. To'g'ri, bu narsa ham anglanmaydi, ya'ni miyani ongsiz qismlarida bo'ladigan proseslar, lekin bu holatni anglamasa ham inson miyadagi dunyoqarash insonni boshqaradi. Demak, nevrozni kelib chiqishi haqida gapirganimizda birinchi navbatda insonni nerv tizimini o'ziga xosligi haqida gapiramiz. Ya'ni тревожно мнительная личность. Doimiy ravishda xavotir va shubhaga, ikkilanishga moyil bo'lgan insonlar. Bunaqa tabiatli nerv tizimli insonlar albatta tug'ilganda shunaqa o'ziga xoslik bilan tug'iladi, lekin nevrozni keltirib chiqaradigan eng asosiy sabab bu oila, bu muhit va muhitda bolaga nisbatan qanaqa munosabat qilinayotgani. Lekin nima uchun vahima xuruji deylik 10 yoshda yoki 20 yoshda emas, 30 yoshda insonning hayotiga kirib keldi yoki 23 yoshda sizda panika xuruji bo'ldi. Nima uchun? Chunki aynan vahima xuruji yoki bo'lmasam nevrozni boshqa ko'rinishi sizda paydo bo'lishi uchun ikkita muhim omil bo'ldi. Birinchisi sizni charchagan asab tizimingiz, ikkinchisi trigger vaziyat. Albatta 99% holatlarda nevroz yillar davomida shakllangan ruhiy hissiy zo'riqishdan paydo bo'ladi. Lekin insonning hayotida uni asablari dosh bera olmaydigan, o'ta kuchli ruhiy og'riqqa sabab bo'ladigan yuqori darajadagi stress vaziyatlar, ya'ni yaqin insonini yo'qotish yoki inson uchun muhim bo'lgan boshqa hayotiy vaziyatlar bo'lishi mumkin. Kimda katta miqdordagi pul yo'qotish, ya'ni o'ta kuchli stressli vaziyat ham insonda reaktiv nevrozni keltirib chiqarishi mumkin. Lekin bunaqa holat 100 tadan bitta bo'ladi. Juda ham ko'p holatlarda nevrozni kelib chiqish sababi ruhiy hissiy zo'riqish va qandaydir kichkina trigger vaziyatdan bo'ladi. Lekin sizga yaxshi yangiligim bor. Ya'ni nevroz to'liq ortga qaytadigan, tuzaladigan kasallik va bundan to'liq chiqib ketish uchun to'g'ri tanlangan klinik va ilmiy asosli psixoterapiya kerak bo'ladi. Chunki psixoterapiya yordamidagina siz o'rganishingiz mumkin. Qanaqa qilib o'z his-tuyg'ularini bostirmaslik, ularni to'g'ri kechinish, ularni ifoda qilishni o'rganish, xulq-atvor patternlarini qanday qilib o'zgartirish mumkin. Qanaqa qilib biz miyamizdagi panik, xavotirli fikrlashni ustida ishlashimiz mumkin. Mana shularni hammasini psixoterapiya to'g'ri yo'lga qo'ya oladi. To'g'ri tanlangan psixoterapiya natijasida siz to'laqonli baxtli hayotga qayta olasiz. Agar siz bugun men gapirib o'tgan holatlardan hech bo'lmasa bir nechtasini o'zingizda his qilgan bo'lsangiz, demak sizda bu holat, ya'ni nevroz holati mavjud. Bilasizmi, nevrozdagi insonlar mazza qilib o'zini hayotini yashamaydi-da, ular shunchaki mavjud. O'sish yo'q, rivojlanish yo'q, ruhiy yetuklik, shaxsiy rivojlanish yo'q. Xuddiki inson bitta nuqtada qotib qolganga o'xshaydi. Shuning uchun ham o'zingizni chiroyli, go'zal hayotingizni nevrozni ichida o'tkazib yubormang. Hayot hammamizga bir marta beriladi va biz uni o'zimiz istaganday, orzu qilganday o'tkaza olishimiz kerak. Va buni imkoni bor. Men sizga mana shu holatga to'liq yechim bo'ladigan eng oson, effektiv, yengil yo'lini o'rgataman. Bu 1 oylik psixoterapiya dasturi. Panika yo'q. Va bu dasturni birinchi haftasida yo'q. To'g'ri tanlangan psixoterapiya bo'lgani uchun siz o'zingizni nevrozdagi shikoyatlaringizni bartaraf qilasiz va 1 oy sizga yetarli bo'ladi.
xavotir va qo'rquvdan to'liq chiqib ketishingiz uchun. Psixoterapevtik dasturim bo'yicha to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz va terapiyaga qatnashmoqchi bo'lsangiz, quyidagi menejer akkauntimizga murojaat qiling va sizga professional mutaxassis qanday terapiya kursi sizga to'g'ri kelishini tushuntiradi va terapiya dasturi haqida barcha kerakli ma'lumotlarni berib, terapiya uchun ro'yxatdan o'tkazib qo'yadi. Azizlar, albatta kanalga obuna bo'ling va mani kanalimdagi boshqa foydali ilmiy va klinik asosli videolarni ko'ring. Chunki bu videolar sizni ruhiy salomatligingizni yaxshilashga xizmat ko'rsatadi. Agar siz nevrozni haqiqiy davosi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, qanday qilib undan chiqib ketish mumkin, yo'l yo'riqlarini bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoda to'liq tushuntirganman, albatta ko'ring.